Assalomu alaykum kanalimiz tinglovchilari. Bugungi hikoyamiz Qonli oy kechasi deb nomlanadi. Unda biz hikoyani boshladik. Toshkent viloyatining chekkasida kichkina eski qishloq bor edi. U yerda hayot sokin, odamlar bir-birini taniydigan, kechalari esa faqat itlar uvlaydigan joy edi. Lekin bir kecha hammasi o'zgardi. Osmonda oy asta-sekin qizg'ish rangga kira boshladi. Avvaliga hech kim e'tibor bermadi. Oddiy tabiat hodisasi deyishdi. Lekin soat o'tgan sari oy rangi yanada to'q-qizil bo'lib bordi. Go'yo osmonning o'rtasida qon tomayotganday edi. Kampirlar qo'rqib ketishdi. Ular derazalarni yopib, bolalarni ichkariga olishdi. Ulardan biri titrab shivirladi: "Qonli oy chiqsa, eski narsalar uyg'onadi." Yoshlar esa kulishdi. Ular orasida Diyor, Rustam, Jamshid va Aziz bor edi. To'rtalasi ham bu gap afsona deb biladilar. Ular telefon chirog'ini yoqib tashqariga chiqishdi. Qizil oy ostida qishloq boshqacha ko'rinardi. Shamol sovuq, havo esa og'ir edi. Soat yarim tun bo'lgandi. Elektr birdan o'chdi. Butun qishloq qorong'ulikka botdi. Faqat oy yorug'i yerga qizil rang berib turardi. Shu payt yer ostidan g'alati ovoz eshitildi. Avval sekin, keyinroq taq, taq, taq. Go'yo kimdir yer ostidan urayotgandek edi. Rustam jim qoldi. U daraxt tomonga qaradi. U yerda oq kiyimli ayol turardi. U harakat qilmasdi, lekin ko'rinishi tirik odamga o'xshamasdi. Uning yuzi qorong'ulik bilan yopilgandek edi. Rustam orqaga chekindi, lekin oy yorug'ida ayol asta yaqinlashayotgandek ko'rindi. U qichqirmoqchi bo'ldi, lekin ovozi chiqmay qoldi. Shu lahzada Azizning telefoni o'zi yoqildi. Ekranda bitta yozuv paydo bo'ldi. Qonli oy ko'rindi. Endi boshlandi. Aziz yozuvni o'qib ulgurmasdan uning orqasida qora sayoq paydo bo'lib qoldi va uni tortib ketdi. Hech qanday ovoz chiqmadi, faqat Aziz turgan joy bo'sh qoldi. Hammasi qotib qoldi. Ular qochmoqchi bo'lishdi, lekin qishloq endi oddiy emas edi. Yo'llar o'zgarib ketgan, uylar joyini almashtirgandek edi. Go'yo qishloq tirik edi va ularni ichkariga qaytarmoqchi edi. Har bir uy onasida ichkarida kimdir turgandek soyalar ko'rinardi, lekin ular odamlar emas edi. Ularning harakati noto'g'ri va sekin, siniq edi. Jamshid yugurib bir uyga kirib ketdi. Ichkarida eski televizor o'zi yoqildi. Ekranda faqat bitta fon va bitta yozuv chiqdi: "Siz qaytib ketolmaysiz." Shu paytda uy eshigi o'zidan yopildi. Devorlar ichida shivirlar eshitila boshladi. "Qol, qol, qol." Diyor va Rustam tashqarida yolg'iz qolishdi. Ular qochishga urinishdi, lekin qayerga borsalar ham o'sha markazga qaytishardi. Qishloq labirintga aylangan edi. Osmondagi qizil oy endi oddiy emasdi. Unda katta qora ko'z paydo bo'ldi. U pastga qarab turardi va u gapirdi. Ovozi osmondan emas, balki ularning boshidan ichidan eshitildi. "Siz meni uyg'otdingiz." Shu payt yer larzaga keldi. Uylar titradi. Yer ostida qora qo'llar chiqib, odamlarni torta boshladi. Diyor qochmoqchi bo'ldi, lekin oy nuri uni muzlatib qo'ygandek edi. Rustam qichqirdi, lekin uning ovozi ham yo'qoldi. U asta-sekin qorong'ulikka singib ketdi, go'yo hech qachon bo'lmaganidek. Diyor yolg'iz qoldi. Atrof jim bo'ldi. Faqat shamol ham to'xtab qolgandek edi. U osmonga qaradi. Qizil oy endi to'liq ochilgan. Ichida esa yuzlar ko'rinadi. Yo'qolgan odamlar yuzlari. Ovoz yana eshitildi. "Endi bu yer meniki." Shu lahzada hamma narsa qorong'ulikka singdi. Ertasi qishloq joyida hech narsa qolmagan edi. Ular ham, yo'llar ham yo'q edi. Faqat yerda qizil qon dog'lari, 4 juft oyoq izi qolgan edi.